Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi dastavkamizni olib keldik. Farg'ona shaharga yetib keldik. O'sha trendda eng ko'p sotilayotgan stol kreslolarimiz. Bitta ko'rsatamiz. Qaranglar, bunaqa ikkita turuchkasi bo'ladi. Bunaqa ko'rsatlari mana ichkariga kirib ketadi. Mana bu kreslo holati. Buni stol qilib ishlatiladigan bo'ladi. Bemalol mana ishlaydi mumkin. Stol holati. Spinkalar yotadi. Bemalol bu tomonda 2 kishi, 3 kishi, bu tomonda yana 2 kishi, 3 kishi, yani 4 kishi, 5 kishi, 6 kishigacha bemalol o'tirsalar bo'ladi. Materiallar 100% ishi material bo'ladi. Aytib yurib ishlataverasizlar. Bu koja emas, yorilib yoki titilib ketib qolmaydi. Kreslo holati, spalniya holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Kirish chiqishlari juda ham oson. Ichki qismi 1.5 2 metr, ikkita odam bemalol yotsa bo'ladi. Ko'pchilik yotib ko'rib beringlar deyapti. Mana yotib ham beraveramiz, ko'raverasizlar. Ayaq ham chiqib qolmaydi mana. Bu yerda bemalol yana bitta katta odam yotsa ham bo'ladi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastki telefon raqamlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ana hozir Face eng ishonchli tanlov. Tanlovda adashmang.